Bo'ldi qayl. Bu darvozabondan ko'ra ko'proq ustozimni lagan bordoriga o'xshaydi. Shilqilmigini qara. Besanaqay xomsa emas, o'zingni bil. O'zi kim u? Jim bo'l, men ta injenjeyman. Chintan Guanlitsinman. Bo'ldi, tushunarli. Endi yolg'iz emasman. Sizlarni bir choy bilan mehmon qilay. Choydan olinglar. Anchadan beri menimcha 100 yil bo'ldi-yu, miriqib suhbatlashmaganimga. Xo'sh, nima gaplar? Iltimos, bizga ustoz Tenzuga olib boradigan yo'lni ko'rsatsangiz. Nima? Kechirasan-u, ustozlarning ustozi Tenzuni faqat mana shu sehrli darvozadan o'tibgina topishing mumkin. Qani gapirchi, o'zi nima maqsadda uchrashmoqchisan? Gapir. Maqsadimiz samo bitgan tavqilanatni olib tashlashni so'rash. Ha, tavqilanat. Tenzu bilan ko'rishasiz, lekin tavqilanatni o'zgartira olmaysiz. Buni iloji yo'q. Osmondagi bir kunimiz yer hisobidan 1 yil bo'ladi. Shuning uchun bu yerda ko'p qolib bo'lmaydi. Ketishimiz kerak. O'zimiz bolakayga qanday bo'lmasin yordam berish chorasini topamiz. Ay. Uy qamog'ida yashash biram zerikarliki. Bu yerda hech narsa qilib bo'lmaydi. Vaqt tanballik qilib sekin o'tar. Bu esa yuragimni siqib meni charchatdi.